Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Usta Arslonbek. Biz Tunikafon bilan shug'ullanamiz. 2026-yil qaysi fasonlar trendda bo'lishini sizlarga mana shu videomizda aytib o'taman. Xo'p, kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying. Sizlarga Tunikafon haqida ma'lumotlarni to'laqonli yetkazib berishlikka harakat qilamiz va bitgan xonadonimizning ishlarini sizlarga kanalimizga joylab ko'rsatib, davomiylikda Tunikafonga haqida bo'lgan ma'lumotlar va qurilishga haqida bo'lgan ma'lumotlarni qo'limizdan kelganicha sizlarga manfaatli videolar tayyorlashlikka harakat qilamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar, bo'lmasa sizlarga ma'lumotlar berishda boshladik. Xo'p, 2026-yil oppoq ko'rinishdagi Alkafon dizayn fasoni va palma fasonlarimiz trendda bo'ladi. Bu fasonlarimiz Alkafondan ko'chirilgan bo'lib, bu fasonlarimizni narxlar Alkafonda narxi yuqori bo'lganligi uchun biz sizlarga Tunikafondan shunaqa go'zal holatda yuqori sifat bilan Alkafonga birga bir qilib chiqadigan fasonlarimizni qilib beryapmiz. Xo'p, taxminiy qilib aytaman sizlarga, Alkafondan patolog qiladigan bo'lsangiz 50 million so'm ishga bizni taxminiy raznica bo'ladigan, bizni o'sha ishni bitirib beradigan bo'lsak, Alkafonda emas, Tunikafonda bitirib beradigan bo'lsak 30 million so'm plus minusda bo'ladi. Ya'ni 15 million plus minus raznicasi shunaqa farqi bo'ladi. 15 million yoki 20 million farqida biz arzonroq bitirib beramiz shunaqa ob'yomda. Bu taxminiy narxlar. Xo'p, yana bir faizli xonadonimizda 2026-yilni yanvar oyining boshidayoq chiroyli holatda qilib 300 kvadratdan yuqori bo'lgan ishimizni bitkazib berdik. Bizga mana shu polnosti shapka qismi, 2 bo'lim darvozaxona qismini qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham go'zal holatda bo'lib chiqqan. Xo'p, 140 ming so'mdan mana shu lesa, reka, samariz, usta xizmat hamma yo'q yo'l kirasi ustalari bilan birgalikda 140 ming so'mdan qilib berdik. Xo'p, mana shunaqangi osh bo'ladigan mahsulotlarni o'zimiz bilan birgalikda olib ketamiz. Uyda egasiga hisoblanmaydi. Chiroyli holatda qilib narxlarni ham chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham oppoq holatdagi yuqori sifat bilan ishlangan Alkafon dizayn fasonimizni qilib berganmiz. Ichkari tomonda ham ob'yomlari bor. Hozir sizlarga mana shu ichkari tomonlarni ham qisqacha qilib ko'rsatib beraman. Ichkari tomonda aylanasiga mana shu polnosti shapkasini qoshli 90 gradusli karnizlari bilan qilib berganmiz va koridor qismi bor aylanasiga. 40 metrga 10 sm bo'lgan mana shu koridor qismini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham go'zal holatda bo'lib chiqqan. Karnizli profilli va mana shunaqangi patnisli qilib, chiroyli holatda qilib bu xonadonimizni bitkazib berdik. Ozgincha havo harorati tumanli bo'lganligi uchun sizlarga videomiz kачественный chiqmayotgan bo'lishligi mumkin. Xo'p, yana biz harakat qilamiz kачественныйroq joylashlikka. Videomizga like bosib qo'yinglar, albatta biz xursand bo'lamiz. Fikringlar bo'ladigan bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga qanaqa video tayyorlasak, sizlarga manfaatli bo'ladi. O'shalarni ham albatta kanalimizga kommentariyasiga yozib qoldirsanglar, xudo xohlasa biz xursand bo'lamiz. Mana shu aylanasi 40 metr bo'ladi, ichkari tomon shapkasi va koridor qismi. Va mana bu yerdagi yana bir patolog qismi bor, yo'lak qismi. Uyda orqa tomoniga o'tadigan joyda mana shu joyimizga ham juda go'zal holatda qilib Alkafon dizayn fasondagi patologimizni chekalariga qosqan fason, o'rtasiga patnis, har bir detalni ko'rib turibsizlar, bir bo'limlari, profillari juda ham go'zal holatda bo'ladi. Xudo xohlasa mana shu xonadonimizga 140 ming so'mdan hamma mahsulot ichida qilib ishlarni bitkazib berdik. Kimga shunaqangi xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Biz qishdami, yozdami bemalol ishlarni bitkazib beraveramiz. Bizning qiladigan ishlarimiz asosan panada bo'lganligi uchun biz doimiy ravishda ishlarimizni bitkazib beramiz. Bizning mahsulot Tunikafon juda ham sifatli mahsulot bo'lganligi uchun hamma mana shu Tunikafondan foydalanmoqda. Ya'ni zanglamaydi, chirib ketmaydi va kraskasi tez holatda o'ngib ketmasligi uchun mana shundan juda ko'pchilik foydalanadi. Har yili kraska qilaman yoki boshqa bir tashvishlarni o'ylamaysiz. Sizga mana shunaqa uzoq muddatlikda shu ko'rinishda xizmatini qilib beradi. Bir yilda bir marta artib tozalab qo'yasiz. Bo'ldi, xudo xohlasa qolgani 15 yil, 20 yil xizmatingizni chiroyli holatda qilib beradi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. O'zingizlar chetda bo'lsanglar ham bizga murojaat qilsanglar, uylarda, uyingizdagilarni ovora qilmagan holatda chiroyli qilib bitkazib, sizlarga video ma'lumotlarni yetkazib berib turib, ishlarni bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.